Bugun yurtimizda qay bir soha rivojiga boqmang, unda yoshlarning ham munosib hissalari borligiga guvoh bo'lasiz. Islomjon Sharopov 29 yoshda. Bugun u Farg'ona viloyati soliq boshqarmasida faoliyat olib borayotgan yosh mutaxassislardan biri. Soliq tizimida 2017-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Dastlabki ish joyim Farg'ona viloyati Toshloq tumani soliq inspeksiyasida boshlangan. Inspeksiyada turli lavozimlarda faoliyat yuritganman. Bugungi kunda Farg'ona viloyati soliq boshqarmasida soliq to'lovchiga xizmat ko'rsatish bo'limida bosh inspektor bo'lib ishlab kelmoqdaman. Soliq tizimini tanlashga yoshligidan qiziqish uyg'ongan. U kabi yosh xodimlar esa tizimda ko'pchilikni tashkil etadi. Viloyatda soliq tizimi xodimlarini 30% dan oshig'i yoshlarni tashkil qiladi. Bu o'sha o'z navbatida o'sha yosh kadrlarga bo'lgan talab, ularga e'tibor, qo'llab-quvvatlashga o'sha bitta ko'rinishi desam xato bo'lmaydi. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan mahallabay va korxonabay ishlash institutlari asosida soliq xizmati organlarida xodimlar samaradorligini baholash uchun KPI tizimi joriy etilgan. Xususan bugungi kunda korxonabay ishlash tizimida Farg'ona viloyatidagi 15 mingdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi korxonaga 65 nafar soliq inspektori biriktirilgan. Ushbu tizim ikki tomon uchun ham manfaatlidir. Soha xodimi tadbirkorga qonun doirasida soliq majburiyatlarini bajarishga yordam beradi. Natijada tadbirkorning barqarorlik reytingi yuqorilashi barobarida inspektorning mehnat samaradorligi ham oshib boradi. Soliq to'lovchi aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi bo'ladimi yoki qo'shilgan qiymat soliq to'lovchi bo'ladimi? Har bitta korxonaga o'zini soliq organlarida bittadan xodimi mavjud. Ya'ni bu xodim o'sha korxonani o'sha faoliyatida yuzaga kelayotgan muammoli holatlar yoki kamchiliklar yoki o'sha qaysidir soliq turi bo'yicha qiziqtirgan savollarga o'sha soliq biriktirilgan xodim orqali aniq javob olish mumkin. Aylanma soliq to'lovchilarga korxona mahallabayda inspeksiya, hududiy inspeksiyalardan mahallalarda biriktirilgan inspektorlar biriktirilgan bo'lsa, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilarga soliq boshqarmalaridan o'sha inspektorlar biriktirilgan. Xususan Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi bosh inspektori Islomjon Sharopov sanoat sohasiga biriktirilgan bo'lib, 173 ta korxona bilan bevosita ishlab kelmoqda. Mazkur korxonalar bilan individual tartibda birma-bir har bitta korxonalar bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha ishlashga bizga sharoit yaratilgan. Xususan Toshloq tumanidan ro'yxatdan o'tgan korxonasi menga o'sha 1 yildan ortiqroq muddat bo'lgan bo'lsa, shu korxona bilan ishlayotganimga bu korxona bo'yicha avvallari barqaror reytingini o'sha bitta B bo'lib bo'lsa, hozir bugungi kunda 3 ta B ga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni bu korxonani o'sha soliq imtiyozlari bo'yicha foydalanish bo'yicha murojaatlarini ko'rib chiqib, o'sha eksport hajmiga nisbatan hamda o'sha ijtimoiy soliq bo'yicha 1% soliq imtiyozlarini qo'llash bo'yicha amaliy yordam berildi. O'tgan davr mobaynida samarali faoliyati ortidan moddiy rag'batlantirishlarga ham erishdi. Mazkur xodimlar tomonidan har oy KPI yo'nalishi bo'yicha ball, samaradorlik ko'rsatkichlariga ball belgilanadi. Mazkur balldan kelib chiqib o'sha xodimlar 65 nafar xodimlar qo'shimcha oy yakuni bilan rag'batlantirish, ya'ni o'sha ish haqlariga nisbatan rag'batlantirish ko'rinishidagi qo'shimcha mablag'lar olishi mumkin. Birgina misol o'zimdan oladigan bo'lsak, joriy yilni o'sha o'tgan oylar davomida 3 marotaba rag'batlantirish olib qo'shimcha mablag'lar ajratildi. Amalga oshirilgan ishlarning birgina natijasi sarhisob qilinganda 2025-yilning yanvar-may oylari davomida faoliyatsiz korxonalarning 1316 tasini faoliyati qayta tiklandi. Ular hisobiga 9549 ish o'rinlari yaratilib, davlat byudjetiga 11.5 milliard so'm soliqlar to'landi. Sohadagi islohotlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda.